Elon Musk SpaceX'ni tashkil qilganidan keyin 3 marta ham o'sha koinotga yuborgan raketasi mag'lubiyatga, ya'ni o'sha avariyaga uchradi va bu aslida Elon Musk uchun juda katta yo'qotish edi, ya'ni moliyaviy yo'qotish. Lekin bu uni to'xtatmadi. O'zi uchun bo'ldi. Oxirgi marta qilib ko'raman. Shu safar ham o'xshamasa, demak, boshqacha taktikani o'ylab ko'ramiz deganda 4-marta yuborganida raketa o'sha aytilgan nuqtasiga yetib bordi. Va bu nima haqida? Bu har gal qayerdadir o'sha omadsizlik sodir bo'lganida aslida bu zo'r tajriba ekanini tushungani haqida. Elon Musk har gal raketani kosmosga yuborganida, u avariyaga uchraganida tushundik xatomizni. Biz mana bu yerda xato qildik, ana 2-martada endi bu xatoni qilmaymiz degan. 2-marta yana o'sha xatosiz endi yuborganda boshqa xatoga duch kelgan. Va xuddi shunday 3 ta katta xatoni to'g'rilaganidan keyin 4-marta uning loyihasi muvaffaqiyatga uchradi. Va bugungi kunda Elon Musk dunyodagi eng boy insonlardan biri va buni ortida aslida har bitta ishi tez hozir zo'r bo'lgan degani emas. U ham mag'lubiyatga uchragan, u ham doim tajriba qilib ko'rgan va tajribasidan to'g'ri xulosa chiqargan. Bir ishni boshlar ekansiz, bir narsani unutmang, u bittada zo'r bo'lishi juda qiyin. Bizning xatolarimiz biz uchun mag'lubiyat sanalar ekan, bo'ldi boshqa hech qachon bu ishni qilmayman deb yig'ishtirib qo'ysak, ana o'shanda biz yutqizamiz.